Assalomu alaykum obunachilar. Bizlar yana bir ishimizni yakaladik. Xudo xolasa bu ishimiz ses idorasining yanında bo'ladi. Ana shunday tunika xizmatini qilib berganmiz. Obshipkalari, ichi ertakning aslini hozir ko'rsatib beraman. Ichi ertagimizning o'zi mana yulduzlarni kombinatsiyadan qilib berganmiz buga. İşlerimiz yaktımı? İşlerin yaxşı. Bir kitapta bir ibara var. Hamma biladi u ibarani. Men shuni yana xalqni yodına salacakman. Amir Temur aytgan Samarqand qurganda. Samarqand shahrini qurganda hozir ham aytadi. Samarqand 7 yer yuzida 7 mo'jiza bo'lsa, bir mo'jizasi Samarqand dedi. Shu Samarqandni qurgan Amir Temur degan podsho qurgan shu Amir Temur hozirgi Prezidentimiz namını olaqat. Ana şu adam aytgan. Mening qudratime, kuchimga ishonmasang, men baqqan minarlarga, men qurgan masjidlarga, men qurgan imoratga baq degan Amir Temur. Xalqqa aytgan, dushmanlarına, do'stlarına aytgan. Mening kuchimga ishonmasang degan. Men qurgan imoratlarga baq. Ana mening kuchimni ko'rasan degan. Agar ustalarning ishine ishonmasangizlar, ustalarning ishlagan ishine bakın. Amir Temur'dan aytganday. Şunun qilgan ishlarini ko'ring. Sizlar ham shunga ijattiring. Ya bejating diyecek emasman. Har kimning qo'linda, o'zida kimga ijattiradi, kimga qurdiradi. Shu bo'li joy chaqandan keyin, shu bo'li imorat qurgandan keyin zamonga mos etib, mana shunday Alisher yanında shunday azamatlarning ketgan ishlaridan minnatdor bo'lib aytib o'tiribman. Kamizi yo'q. Kamisiz ishlab berdilar. Mingdan ming rahmat etgan ishlarini. Xudoyim hamisha shunday ishlarni ishlab charchamasin. Shunday ishlarni ishlab topgan pullari yaxshi kunlarga, to'ylarga, mashinalarga, ularni uylantirishga, institutlarda o'qitishga, joy to'y berishga, xullasi kalom Alloh taolodan nimani iltimos qilgan, tilagan bo'lsa shu yigitlar, Xudoyim mendan, sizdan ishlab oqqan haqlari, qara minnatlari to'ylarni buyursin. Hamisha işlerinde işlep çarçamasın, yollarında Xudoyim Qizil ota yollarında yoldaş olsun. Rahmat sizga, Sodlat aka.